Assalomu alaykum hurmatli ziyofat kuzatuvchilari. Juda ko'p ota-onalar farzandlariga detskiy sim olishda simda muammolar duch kelishadi, ya'ni simni bel qismi tushmay qoladi. Bunga ziyofat uch xil yechim qilib qo'yganmiz va birinchisi bulardan o'sha italyanskiy Jason rezinkali bel ligirovka hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, ligirovkalari kirda-chiqda hisoblanadi. Ikkinchisi esa bu klassik holatdagi, juda oddiy holatdagi tugmali bel ligirovkamiz, ya'ni tugmalarni almashtirish orqali katta kichik holatga keltirishlari mumkin bu tomondan ham. Va uchinchisi 2025-yilda trendga chiqqan Sport Plus holatdagi modelimiz, ko'rishingiz mumkin. Bellar rezinkali bo'ladi, buni ham ko'rishingiz mumkin va Sport Plus holatda bo'ladi. Bundan biz 2025-yilda 1 yoshdan 14 yoshgacha razmerlarda qilib berdik klientlarimizga. Custom sim olishda yana qanaqa muammolarga duch keladigan bo'lsalar, kommentariyga yozsangiz albatta bilan bartaraf qilamiz va sizga ko'rsatgan bu 3 ta modelimizni qaysi biri yoqqanini kommentariyada belgilab qo'ysangiz xursand bo'laman.